понял, из беспилотника, Ukraina tunda Rossiya bo'ylab 500 tagacha dronlarni uchirgani ma'lum bo'ldi. 2025-yilning 11-martga o'tar kechasi Rossiya Ukraina qurolli kuchlari tomonidan tashkil etilgan uchuvchisiz uchuv apparatlari tomonidan eng yirik hujumlardan birini boshdan kechirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi havo hujumidan mudofaa kuchlari mamlakatning 10 ta viloyat hududida 337 ta dronni tutib, yo'q qilganini ma'lum qildi. Asosiy zarba Moskva va Moskva viloyatiga tushdi. U yerda 91 ta dron urib tushirildi. Bu poytaxt mintaqasi uchun rekord ko'rsatkich edi. Bu haqda Moskva meri Sergey Sobyanin o'zining Telegram kanalida ma'lum qilib, hujum bir necha qatorda qaytarilgani, yuzlab dronlar nishonga yetib bormaganini ta'kidladi. Biroq hujumning oqibatlari ayanchli edi. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning aytishicha, Domodedovda urib tushirilgan dronlarning qoldiqlari qulashi natijasida bir kishi halok bo'lgan. 20 kishi, jumladan 3 bola jarohatlangan. Eng katta zarar Domodedova, Ramenskiy va Leninskiy shahar tumanlarida qayd etilgan. Bu yerda turar joy binolari va infratuzilmaga zarar yetgan. Poytaxt aeroportlarida fuqaro aviatsiyasi parvozlarini vaqtincha cheklovchi gilam rejasi joriy etildi va Tataristonda uchuvchisiz uchoqlar uchun xavfli rejim e'lon qilindi. Bu esa tahdid geografiyasi kengayganidan dalolat beradi.